3 yil oldin ozg'ingina chiroyli bo'lib yurar edim. O'qishimni bitirib, diplom olganim uchun juda ham xursand bo'lib yurar edim. Diplomimni ham oldim. Endi maza qilib kompaniyalarda ishlayman deb o'ylab yurar edim. Hozir esa uyda o'tiraman, gormonal problemalar, stresslar, shuning uchun ko'p ovqat yeyman. Chunki qanchalik ko'p ovqat yesam, shunchalik stressdan xolis bo'laman deb o'ylayman. Qanchalik ko'p ovqat yesam, shunchalik kayfiyatim ko'tariladi deb o'ylayman. Lekin ko'p holatlarda eski o'zimni juda ham sog'inaman. Koreys bolaga turmushga chiqish planimda umuman yo'q edi. Shuncha yil Koreyada qiynalib o'qidim, qiynalib kontraktlarimni to'ladim, qiynalib yashadim va nihoyat diplom olganimda koreys bola bilan uchrashib qoldim. Ha, mayli o'qishimni bitirib diplomlarimni oldim-ku, bu bola bilan uchrashib ko'raychi, yaxshi bolaga o'xshayapti deb o'yladim. Biz atigi 2 oy uchrashdik va u menga unga turmushga chiqishimni taklif qildi. Hamma narsa juda ham tez bo'lib ketdi. Lekin u menga armiyaga ketishini va u yerda ishlab qolishi haqida umuman gapirmagan edi.